Assalomu alaykum hurmatli kanalimiz a'zolari, do'stlar, mana yana bitta obyektimizni qurib bitkizdik. Xudo xolasa bu fasonimiz travertin fasonida bo'lib, ochlardi razmeri 11,5 ga 50 qilib yopishtirildi. Juda go'zal chiqdi. Ko'rib baho berishlaringiz mumkin. 100 kvadrat metr ob'yomda bo'ldi. Xudo xohlasa, kimga gipki kamin mahsulotlari zarur bo'lsa, bemalol ekrandagi raqamlarga murojaat qilishlaringiz mumkin. 99 kodi bilan 127 43 31 hamda 88 kodi bilan 023 69 69 raqamlariga bemalol murojaat qilaverasizlar do'stlar. Xudo xohlasa bundan bag'iga videolar qo'yib boramiz kanalimizga. Yana bizni kuzatib, layklarni bosib, podpishka qilishda davom etasizlar do'stlar. Sog' bo'linglar.